Lev Tolstoyning Xo'jayin va xizmatkor hikoyasi yozuvchining so'nggi ijodiy bosqichiga mansub bo'lib, unda uning diniy-axloqiy qarashlari yanada teranlashgan holda namoyon bo'ladi. Bu davrda Tolstoy inson hayotining ma'nosi, boylik va mansabning mohiyati, vijdon va fidoyilik masalalari markazga qo'yadi. Asar tashqi syujet jihatdan sodda ko'rinsa-da, ichki falsafiy mazmuni nihoyatda chuqurdir. Hikoyada boy savdogar Vasiliy Andreyevich va uning sodiq ammo kambag'al xizmatkori Nikita tasvirlangan. Vasiliy Andreyevich foydali yer savdosini qo'lga kiritish ilinjida qishning sovug'i va dahshatli bo'roniga qaramay yo'lga chiqadi. Uning uchun vaqt, pul, har bir daqiqa esa foyda demakdir. U tabiat ogohlantirishlariga, odamlarning maslahatlariga quloq solmaydi. Chunki uning ongini birgina maqsad, boylik orttirish istagi egallagan bo'ladi. Cheksiz oppoq dalalar, izg'irin shamol, yo'lni ko'r qilgan qor. Bular nafaqat tashqi manzara, balki qahramonning ichki holatini ham ifodalaydi. Bo'ron kuchaygan sari insonning asl mohiyati ochila boshlaydi. Vasiliy Andreyevich dastlab o'z jonini saqlab qolish haqida o'ylaydi, ammo bir lahza xizmatkorini tashlab ketishga ham urinadi. Bu yerda Tolstoy inson ruhiyatidagi xudbinlik va qo'rquvni nihoyatda hayotiy tasvirlaydi. Nikita obrazi esa mutlaqo boshqacha. U sodda, sabrli, taqvodor inson. U taqdirga shikoyat qilmaydi. Xo'jayindan norozi bo'lsa-da, itoatni saqlaydi. Uning qalbida boylik havas emas, balki oddiy yashash va halollik qadri ustun. Bo'ron ichida aynan Nikitaning ruhi mustahkamligi seziladi. Tolstoy shu asar orqali shuni ta'kidlaydi: pul va mulk insonni najotga eltmaydi. O'lim oldida ijtimoiy mavqe, boylik, obro' hech narsaga arzimaydi. Haqiqiy qadr mehnat, fidoyilik va boshqalar uchun yashashda. Xo'jayinning o'limi tashqi tomondan fojia bo'lsa-da, ma'naviy jihatdan yuksalish ramzidir. U umr bo'yi anglanmagan haqiqatni oxirgi lahzada anglaydi. Asarda tabiat obrazi ham muhim ramziy ma'noga ega. Qor va bo'ron inson nafsining adashgan ongi timsoli. Oppoq dala esa poklanish va ruhiy tozalanishga ishora qiladi. Tolstoy tashqi voqea minimal tasvirlar orqali berib, asosiy urg'uni qahramonning fikri o'zgarishiga qaratadi. Xo'jayin va xizmatkor bu shunchaki sarguzasht yoki fojia hikoya emas, bu insonning ma'naviy uyg'onishi haqidagi falsafiy asardir. Unda Tolstoy insoniylik eng oliy qadriyat sifatida ulug'laydi va o'quvchini o'z hayoti, maqsadlari hamda vijdoni haqida o'ylashga undaydi.